Til kursi orqali Germaniyaga kelishda sertifikat talab etilmaydi deyotgan konsalting va insonlar, yaqinroq keling. Mana bu hujjatni ko'rib oling. Yaxshilab videoni to'xtatib, o'qib olishingiz mumkin. Bu hujjat elchixona tomonidan berilgan отказ xati. Rad etishning asosiy sababi bu kandidatda hech qanaqa til sertifikatining mavjud emasligi. Buni elchixonaning o'zi tasdiqlayapti. Bu degani siz hech qanaqa sertifikatsiz Germaniyaga til kursiga viza olaman, kelaman deydigan bo'lsangiz, chuchvarani xom sanagan bo'lasiz. Hech qanaqa umrida sertifikat olmagan, bironta bir tilni qoyillatib qo'ymagan insonlarga bular ham ishonmaydi, shunchaki отказ javobini berishadi. O'shaning uchun Germaniyaga kelmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, avvalo hech bo'lmaganda A1 yoki A2 darajadagi til sertifikatini oling. Nimaga? Chunki siz qaysidir tilni, misol uchun nemis tilini hech bo'lmaganda boshlang'ich darajani eplab qo'ygan inson sifatida Germaniyaga kelib davom ettira olishingizga ishonch uyg'ota olasiz. Ha, to'g'ri, hech qanaqa til sertifikatsiz viza olib til kursiga Germaniyaga kelganlar bor, lekin u oldin hozirgi holatda kamdan kam holatda bu narsani qo'lga kiritish mumkin. Agar siz maqsadingiz Germaniyaga kelish va bu yerda til o'rganish bo'ladigan bo'lsa, eng kamda A1 A2 ni o'rganib qo'ying. Bu videoni Germaniyaga til kursi orqali kelmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.